Anonizm ya'ni 5 odati bilan 5 yil, 10 yil davomida shug'ullangan bo'lsa, endi anonizmni to'xtatsa, organizm qancha vaqt ichida o'ziga keladi degan savol kelgan. Anonizm odati bilan uzoq vaqt shug'ullanish natijasida, demak, tanada ruhiy, jismoniy, jinsiy tomonlama o'zgarishlar kuzatiladi va bu o'zgarishlar, ya'ni asoratlar davolamasa o'zidan o'zi yo'qolmaydi. Shu sababli bunaqa asoratlarni haqiqatdan shunaqa muammolarni davolagan mutaxassis bilan birgalikda ishlab davolansa, qisqa vaqt ichida, demak, bu muammolardan qutulish mumkin. Xalqning ichida shunaqa mif yuradi, ya'ni afsona yuradi. Necha yil shug'ullangan bo'lsa, organizmni tiklash uchun shuncha vaqt ketadi degan afsona yuradi. Bu noto'g'ri tushuncha. Agar siz haqiqatdan shu muammolarni davolagan mutaxassis bilan birga ishlaydigan bo'lsangiz, juda ham qisqa vaqt ichida oldingi holatingizdan ham yaxshi holatga chiqish imkoniyatingiz bo'ladi. Shu sababli tushkunlikka tushmasdan, agar uzoq vaqt anonizm bilan shug'ullangan bo'lsangiz ham, demak, muammolarni bartaraf qilishga kirishadigan bo'lsangiz, bu muammolarni sekin-astalik bilan barchasini bartaraf qilsak bo'ladi.